Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil mediyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Allah Ta'alaga xosdir. Allah Ta'ala'nın için kalbimden mediyeleymen, onunla hamd sana aytaman ve şükür qilaman. Bizlerge haq dinni yetkizgen suyimlik Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkice onun yolunda mağıdığan Müslüman qeyrindaşlarına bəxt saadet tileyman. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik okurmenlerimiz, hem de diqqətinizə bəxt saadetinin 40 retsipin namlı kitabımızı o'qib berishni davomlashtiramiz. 18. retsip Diyanetlik yaşam. Allah Ta'aladan kelgan samaviy dinlarning eng oldingi vazifasi kishilarning ichki dunyosini o'ngshash. Ularni isloh qilib, Allah Ta'aladan boshqasiga qulchilik qilmaydigan, bir-biriga haqsizlik qilmaydigan, bir-birini ziyonga uchratmaydigan, hamma barobar inoq hayot kechiradigan qilib chiqishdan iboratdir. Payg'ambar alayhissalomning "Men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim" degan so'zi buni ifodalaydi. İslam mutafakkiri Allama Muhammad G'azzali "Hayotingizni yenglang" nomli asarida mundaq deb yozadi. İslam aqliy sohada fikrni radga soladigan, ijtimoiy va psixik sohada his tuyg'uni axloq fazilatga undaydigan ilohiy kuchdir. U barliq ta'limotlari orqali insonni haqiqatga va kamolat darajasiga ilib berishga qodirdir. İbadetlerini o'rindashdan maqsad shakli rasmiyatlarni o'rindab qo'yish emas, balki aqlning haqiqatni tonishdagi o'tkirligini oshirish, havoyi havaslar ustidan qanday g'alaba qilishni o'rganish, kishilarga yomonlik qilishdan va haqsizlikdan yiroq holda sharafli hayot kechirish yo'lida davom qilishdan iboratdir. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirib, namoz va zakotga o'xshagan farzlarni ado qilish bo'lsa, inson hayotida aks etadigan mash'al bo'lib, uning yo'rig'ida insonning to'g'ri yo'lini tepib olishi, hech ezib ketmay haqiqatga tutashgan holda hayot kechirishini kapolat qilish rolini o'ynaydi. Ibodatlarni o'rindab turib, mushu nurdan foydalanib yo'l topamaganlarning qilayotgan ibodatlaridan yaxshilik yo'qdir. Chunki mundaqlar ibodat qilib, uning mevasini yeyolmaganlardir. Zamonimizdagi ko'p sonli musulmonlarning ahvoli davolanib turib kasaldan saqlayolmagan kasal kishiga o'xshaydi. Chunki dinimizda buyurilgan jami ibodatlarning bu dunyodagi mevasi bizning axloqimizni yaxshilash va bizni Alloh taolaning jannatiga loyiq qilib yetishtirishdan iborat bo'lib, Alloh taolo bizning moddiy va ma'naviy sog'lig'imizni saqlashimizni, axloqimizni isloh qilishimiz, xatoligimizni tuzatishimiz uchun bizga kundalik, oylik va yillik muayyan ibodatlarni farz qilgan. Bu xuddi doktorning kasallarga yezib bergan retseptiga o'xshaydi. Shunga namoz, ro'za, zakot, haj qatorliq muayyan ibodatlarning har birining axloqni yaxshilashda belgilik vazifasi va alohida roli bor. Masalan, namoz insonni qabih ishlardan va gunohdan saqlaydi. Ro'za taqvolikni oshiradi. Zakot sexiylikka odatlantiradi. Haj sabrchanlikni o'rgatadi. Endi mushu ibodatlarni o'rindab turib, yana yolg'on so'zlaydigan, kishilarni aldaydigan, harom yeydigan, o'z vazifasini qo'lining uchida qilib qo'ydigan, o'zining nafsi avarigarchiligini deb boshqalarga ziyon yetkazadigan musulmonlar xuddi doktorning dorisini vaqti qaralida yeb turug'liq, kasaldan saqlanmagan bemorlarga o'xshash ma'naviy bemorlardir. Allama Yusuf Qardaviy mundaq deydi: İslam aqida bo'lib, uning javhari tavhiddir. İslam ibodat bo'lib, uning javhari ixlosdir. İslam muomala bo'lib, uning javhari rostchilik va samimiylikdir. İslam axloq bo'lib, uning javhari rahm shafqatdir. İslam shariat bo'lib, uning javhari adolatdir. İslam amal va ishlash bo'lib, uning javhari qitirqinishdir. İslam munosabat bo'lib, uning javhari qarindoshlikdir. İslam madaniyat bo'lib, uning javhari tangponlikni saqlashdir. Aqidada tavhidni, ibodatda ixlosni, muomalada rostchilikni, axloqda rahim shafqatni, amalda qitirqinishni, munosabatda qarindoshlikni, madaniyatda tangponlikni yo'qotgan odam islomning javharini yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Garchi u islomning suratini saqlab kelgan bo'lsa-mu, uning javharidan mahrum qolgan bo'ladi. Allama Muhammad G'azzali mazkur asarida yana mundaq deb yozadi: İnsanның yaratılış qissasi uning xorlanishi uchun emas, balki hurmatlanishi uchun, ezilish uchun emas, balki xo'jayin bo'lish uchun yaratilganligini ko'rsatadi.
Dinning vazifasi insonlarning bir-biri bilan bo'lgan aloqasini haqiqat va adolatni mezon qilgan holda tartib silish orqali yer yuzida haqsizlikdan va jaholatdan yiroq bo'lgan saodatli hayotni beg'ishlashdan iboratdir. Go'zal axloqli, fazilatli kishilar bilan do'st bo'ling. Hayotda do'stlarni to'g'ri tanlash intayin muhimdir. Arablarda siz menga birovning kimlar bilan aralashayotganligini aytib bersangiz, men sizga uning qanday odam ekanligini aytib bera olmayman deydigan hikmatli so'z bor. Demisimi? Odam qanday kishilarga aralashsa va ular bilan yursa, u odam shu kishilarning qatoridan sanaladi. Bundan boshqa yana odam yaxshi kishilar bilan aralashsa, ulardagi yaxshilikni o'ziga o'zlashtirdi va yaxshilarning yaxshiligidan nasibador bo'ladi. Agar yomon odamlar bilan yursa, ularning vabolini tortadi. Payg'ambar alayhissalom bu ma'nini intayin esil bir ta'bir bilan ifodalab mundoq degan: yaxshi do'st bilan yomon do'stning misoli ipor sotquchi bilan kurak bosqichiga o'xshaydi. Ipor sotquchining yiniga borsangiz, u sizga ipor beradi yoki uningdan setib olasiz va yoki hech bo'lmaganda uningdan iporning xushbo'yini puraysiz. Kurak bosqichining yiniga borsangiz, u kiyimingizni kuydirib qo'ydi yoki uningdan badbo'y sisiq puroqni puraysiz. Siz yaxshilar bilan aralashsangiz, hargiz ziyon tortmaysiz. Payg'ambar alayhissalom ulgulik kishilarni sifatlab, ular bilan aralashgan kishilar hargiz baxtsiz bo'lmaydi degan. Yaxshilar bilan aralashib o'tgan odamning shu yaxshilar erishgan yaxshiliklardan nasibdor bo'ladiganligi va ular erishgan sharafga erishadiganligi shaksiz haqiqatdir. Alloh taolo ashabul kahf bilan yo'ldosh bo'lgan va ularga hamroh bo'lgan bir ishning qadrini ko'tarib, uni ulug' Qur'oni Karimda tilga olgan. Bu nima degan katta sharaf?